Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilarimiz. Bugun bizada zo'r bomba yangiliklarimizdan birisi bo'lib turibdi. Ya'ni shu oyda bizani iyul oyida Tiggo 8 gibrid emas, benzin variantidagi avtomobilimizda zo'r yangiligimiz bor. Ya'ni endilikda shu avtomobilimizni 30% ni to'lasangiz, qolganini 3 yil muddatda, 40% to'laydigan bo'lsangiz, qolganini 5 yil muddatda hech qanday foizlarsiz bo'lib bersangiz bo'ladi. Lekin bu maxsus takliflarimizni davri qisqa ulgurib qarshilaringizni so'raymiz. Bundan tashqari avtomobilimizni naqd xarid etaman desangiz, 60 million so'mgacha maxsus foydasi bor. Bu nechik bo'ladi desangiz, ishni ko'rib turganlaringiz Tiggo 8 Pro ni luxury komplektatsiyamiz o'z davlat narxi 399 million 900 ming so'm. Baring shu avtomobilimizni naqd xarid etaman desangiz, 339 million 900 ming so'mga to'g'ri shtraminib kelsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yangi aytganimdek 120 million so'm eldan 30% to'lasangiz, qolganini 3 yil muddatda hech qanday foizsiz o'rtacha 7 million 700 ming so'mdan tushadi. Bilib to'laysiz. Agar 40% to'lasangiz 160 million so'm. Qolganini baring hech qanday foizsiz 4 milliondan 5 yilga bo'lib bersangiz ham bo'ladi. Bu lizing emas, lekin lizingda ham xarid etsangiz bo'ladi. Mashina to'g'ri odlaringizga chiqadi. Endi olish tartiblarini qisqacha bilib o'tdingiz, mashina xarakteristikasi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni ish ko'rib turganlaringiz luxury komplektatsiya. O'zi aslida bizda 3 xil komplektatsiyamiz sotuvda mavjud. Luxury, premium va max komplektatsiyalarimiz. Hammasini maxsus takliflarimiz amal qiladi. Endi luxury komplektatsiyaning nima farqi borligini desangiz, bu xuddi shunday 1.6 turbo motor, передний привод bo'ladi. Ya'ni aldi g'ildiraklar tortadi, 100 km o'rtacha 8 litr rasxod etadi shahar yerida. Trassada desangiz 5,5-6 litr atrofida rasxod qiladi. Eng zo'r taraflaridan birisi avtomobilimizda 5 yil 150 ming kilometr rasmiy kafolat beriladi. Shu kafolatning ichida siz gaz qo'shim mumkinmi degan savol bersangiz, mumkin. Biz aytgan joyda, ya'ni zavodning talabidan kelib chiqib propan qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi saqlanib qoladi. Endi aytib o'tganimizdek 1.6 turbo motor, GDI motor, 186 ot kuchi. 18 razmer diska balonlari, oldinda parktronikalari, 360 gradus kamerasi, koja saloni, eshikda beskulchoy dostupi, слепой zona datchiklari, katta panorama lyuki, barinda холодильники, telefon bespроводной, obdufi, obogrefi, bilasa trenddagi ko'pchilik tushunishi uchun Alisasi deb aytamiz. Endi голосовой assistentlarcha bo'ladi. Elektrousилительный ruli, kruiz kontroli, двухзонный klimat kontroli, salon освещенияsi 64 xil rangda yanadi. Pasatkasini o'zlaringiz baho beraveringlar. Hech qanday bir qarish sal tutma, qarishim ham 20 sm desak, ko'rdingizlar pasatkasini. Xohlasangiz shahar, xohlasangiz qishloq joylarimi xohlagan joyda bemalol harakatlanib ketaveradi. Elektroprivodniy bagajniki bo'ladi. Aldi orqa laboylari spiralniy bo'ladi. Bokoylari spiralniy bo'ladi. Xrustalniy farlari. Usti jemchiq bo'ladi. Svetimdan qat'iy nazar narxi o'zgarmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin 3 qator oilaviy avtomobil. Eng plus taraflaridan birisi, xohlasangiz sidinaga yotirib qo'yasiz bagajning. O'rta qator ham polni yotadi. Bundan tashqari, unda 3-qator uchun отдельный klimat upravleniyasi podstakanliklargacha qo'yib o'tilgan. Ko'rib tursa, elektronli yopiladi, ochiladi. Endi avtomobilimizni to'liq ma'lumot istasangiz, Cherry Urganch avtosaloniga tashrif buyursangiz bo'ladi. Adresni eslatib o'tamiz. Urganch shahridan tushaverganda, mostdan tushib, Xiva Krukdan chap tarafga kirasiz, Real Metan tarafa. Mostning tengda joylashgan bo'ladi. Bizning avtosalon kelsangiz bemalol test drive'imiz bor. Haydab ko'rib, xarid etsangiz bo'ladi. Bundan tashqari GM mashinalaringiz bo'lsa, trading xizmatlarimiz ham bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz. Maxsus takliflarimizdan foydalanib qolinglar.